Xo'sh, keyingi misolga o'tamiz endi. Keyingi misolimizda 3x 4x x 2x berilgan ekan. Buni 360 ga tenglaymiz qo'shib turib. 3x ga qo'shamiz 4x deb qo'shamiz 2x plyusdan x teng 360 ga. Xo'sh, 3x ga 2x 5x 5x 10x teng 10x teng 360. X qiymati 36. Bu misolda buni ham shunaqa qilamiz ekan. X plyusdan 5 plyusdan x plyusdan 10 plyusdan x plyusdan 20 teng 360 ga pastdan 3x plyusdan 45 plyusdan 45 teng bo'ladi 360 ga. 360 ga 3x qiymati teng bo'ladi 315 ga teng bo'ladi. X teng bo'ladi 105 ga. Xo'sh, ochib qoldi. Bunisida endi o'tiramiz. O'si 90 graduslik ekan. AOB 20 gradus. AB 20 gradus bo'lsa, mayt 70 gradusga teng bo'ladi. Chunki AOsini 90 gradusligini bergan. DOsini qiymatini so'rayapti. DOs mana shu burchakni so'rayapti. Xo'sh, bu 80 bo'lgani uchun 70 ga metni va 70 bo'lgani uchun 110 bo'libdi. Xo'sh, bu misolda so'rayapti x qiymatini. Hozir bu burchak bilan bu burchak teng. Shuning uchun 2x minusdan 40 ni tenglaymiz x minusdan 10 ga. Teng bo'ladi x minusdan 10 ga. X qiymati 30 ga teng bo'ladi. Xo'sh, bu misolda bu bilan o'xshash AOsi burchak, AOsi mana burchak, BOsi BOD. Mana shu burchak. Yig'indisi 50 ekan. Mayt x, mayt ham x 2x teng 50. 50 x teng 25 bo'ladi. 5 AOD ni qiymatini so'ragan. Mana burchak so'ragani uchun x teng 25 bo'ldi. Shunda bo'ladi-yu. Yozib qo'yaman. X teng 25. Endi bet qiymatini topamiz mana burchakda. Xo'sh, shu qidirayotgan burchagingiz yirik bo'lsa x 25. Xo'sh, 25 plyusdan y teng 180 ga olamiz. Plyusdan teng 180 ga. Y qiymati teng bo'ladi. Xo'sh, 155 mi? Bo'ldi. Keyingi misolga o'tamiz shuni. OS nur AOBning bissektrissasi. Demak, bissektrissa
o'z chiqqan tomon teng 2 bo'lsa maytam 25 bo'ladi. AOBni so'raganim uchun shu kattasini so'rayapti. 50 bo'ladi. Bir-biriga qo'shib qo'yadigan bo'lsak. Bu misolda Odinur SOBning bisitrisasi o'z chiqqan tomon teng 2 bo'lgani uchun maytam 30 bo'ladi. Xo'sh, mana katta burchak 60 bo'lgani uchun bu 180 demak 120 bo'ladi qiymati. SOB 32, iddaosi 86. SOB 32, iddaosi 86. Oyi minusdan AOD ning bisitrisasi. Oyi minus emas bu. Bisitrisasi degan belgida. Xo'sh, bisitrisasi aytam A bo'lsa 86 ga 32 ni qo'shamiz. 2A ga uni ham qo'shdik, 180 ga tenglaymiz. Xo'sh, 2A plusdan 86 plusdan 32 teng 180 ga bo'lsa 2A da tenglaymiz 180 dan 118 ayirishimiz kerak. Ayiradigan bo'lsak 62 62 bo'ladi. 62 bo'lsa aniq qiymati 31 bo'ladi. Keyingi bo'lsa Oyinur AOSning nuri. AOS Oyinur. Mayt X deymiz. Maytam X to'g'ri keladi. Maytam nur bo'lgani uchun mayt Y deymiz. Maytam Y ga to'g'ri keladi. OD mana shu burchak so'rayapti. Bitga x plusdan 2 y qiymati 180 ga teng bo'ladi. X plusdan y qiymati teng bo'ladi 90 ga. Keyin misol AOB 130 AOSning nuri. AOB 130 AOB 130. Xo'sh, AOS mana nur ekan. Mana X bo'ladi. Xo'sh, OD SOBning bisitrisasi. Xo'sh, bu ham endi Y bo'ladi. ODni toping deyapti. OD ya'ni x plus y qiymatini so'rayapti. X plusdan y teng so'rab qo'yamiz. Pastdan 2x plusdan 2y teng bo'ladi 130 degan. Bitta x plusdan y qiymati teng bo'ladi 65.